Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Oilada muloqot uslublari va ularning o'ziga xosliklari mavzusi bo'yicha suhbatlashamiz. Demak, rejamiz oilada muloqot madaniyati, muloqot jarayonida yuzaga keladigan to'siqlar. Xo'p, oila. Oila deganda albatta har bir inson uchun muqaddas, ulug' dargoh. Inson o'sha dargohda tug'iladi, o'sadi, unadi, voyaga yetadi. Jamiyatning kichik bir bo'g'ini sifatida bilsak kerak oilani. Lekin kichik bo'g'ini bo'lsa ham asosiy, eng kerakli bo'ladigan bo'g'in hisoblanadi. Shunga har bir inson uchun oila juda muqaddas maskan. Odamlar o'rtasidagi muloqot, uning umumiy qonuniyatlari, odam turmush tarzining barcha jabhalaridan boshqa odamlar bilan bo'ladigan o'zaro munosabatning eng muhim shartlaridan hisoblanadi. Odamning aqli, irodasi, hissiy madaniyati, tarbiyalanganligi, nazokatliligi, shu kabilarning barchasi muloqot tufayli shakllangan xislatlardir. Rivoyatlarda aytilishicha, dono Ezop o'z xo'jayinining menga avval dunyodagi eng mazali taomni keltir, undan so'ng esa eng bemaza, achchiq, yaramas taomni keltir deb buyurganlarida har ikkala safar ham qaynatilgan tilni keltirgan ekan. Suratda Ezopning aynan o'sha suratini ko'ryapmiz. Demak, til, muloqot inson hayotida undan qanday foydalanish, uni qanday ishlatish, qanday tashkil qilishiga qarab, uning uchun eng aziz, eng qadrli bo'lishi yoki esa aksincha eng fojiali bo'lishi ham mumkin. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida odamlar kundalik muloqotning tezlashuvi, aholining zichligi ortib borishi, odamlar turmush tarzining jadallashuvi, ularning ruhiy zo'riqish va ta'sirlanuvchanligining kuchayib borishi kabi holatlar bugungi kunda odamlarning muloqot madaniyatining yuqori darajada bo'lishini taqozo etadi. Xo'sh, muloqot madaniyati nima? Muloqot madaniyatiga birinchidan o'zini o'zi bilish, boshqa odamlarni tushuna olish qobiliyati, ya'ni ularning psixologik xususiyatlarini to'g'ri baholay olishi. Ikkinchidan esa ularning xulqi, holatlariga nisbatan adekvat munosabat bildira olishi. Uchinchidan, har bir odamga nisbatan uning shaxsining individual xususiyatlariga eng ma'qul keladigan muloqot shakli, usuli, stillarini tanlab olishi kiradi. Muloqot madaniyatini oshirish uchun odamda ilk yoshlikdan boshlab boshqa odamlarga hurmat, samimiyat bilan munosabatda bo'lishni, ularga hamdardlik, insonparvarlik, mehribonlik qilish qobiliyatlarini shakllantirib borish kerak bo'ladi. Ba'zida uchraydiki, muloqotda buyruq ohangining ustunligi, do'q, o'psa ohangiga keskin shaklda muomalada bo'lish, suhbatdosh nomiga tez-tez bildirilib turiladigan e'tirozlar, uning xatti-harakati, fikrlaridan norozilikni ifodalash, yo'l bermaslik, tajovuzkorlikni namoyon qilish, oilada o'zaro raqobat, hukmronlik yoda bo'ysunuvchanlik munosabatlarni yuzaga keltiradi. Befarqlik, e'tiborsizlik, qo'pollik, bemehrlik, behurmatlik kabilar oiladagi samimiy muloqotga putur yetkazadi. Ijtimoiy psixologlar muloqot jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'siqlarning quyidagilarini farqlaydilar. Psixologik to'siq, vaziyatli to'siq, mazmuniy to'siq yokida motivatsion to'siqlar. Bularga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, psixologik to'siq nima? Bu sherigiga ma'qul tushmay qolish, tushunilmay qolishdan qo'rqish, u tomonidan inkor etilish, kalaka qilinishidan, keskinlikdan qo'rqish, ezgu hislarni, niyatlarni samimiy izhor etishga javoban qo'pollik bilan javob berilishidan xavotirlanish kabi tufayli intellektga oid, mehribonlikka oid, kuchga oid shaxsiy imkoniyatlarni namoyon qilish, amalga oshirishga xalaqit beruvchi o'ziga xos ichki
tormoz hisoblanadi. Vaziyatli to'siq. Vaziyatli to'siqlarda suhbatdoshlarning bir xil vaziyatni turlicha tushunishlari, unga turlicha yondashuvlar bilan bog'liq bo'ladi. Mazmuniy to'siqlar esa odatda suhbatdoshini tushunmaganlik tufayli, uning mazkur jumlasi qanday ma'noda aytilgani, qanday fikrni ilgari suryapti, nimani nazarda tutyapti, nimaga olib boradi, shu kabi mulohazalarga borish tufayli yuzaga keladi. Motivatsion to'siqlar esa shunday vaziyatlarga yuzaga keladiki, bunda gapirayotgan odam yo o'zi bayon qilayotgan fikrning motivini yetarli tarzda anglab olmaydi yoki atay ularni to'g'riroq motivni yashirishga harakat qilgan bo'lishi mumkin bo'lar ekan. Oilada e, muloqotning asosiy uslublari sifatida avtoritar muloqot uslubini bilamiz. Bu uslubda ota-ona ko'proq buyruq beradi, talab qo'yadi, farzand fikriga unchalik e'tibor bermaydi. Bunday muhitda bolalar ko'pincha qo'rqoq, o'z fikrini ochiq aytolmaydigan bo'lib voyaga yetadi. Chunki muloqot bir tomonlamagina tashkil etiladi. Demokratik muloqot uslubi. Bunda e, ota-ona, farzandlar o'zaro hurmat asosida gaplashishadi. Har kimning fikri tinglanadi. Farzandlarda esa bunday tarzda mas'uliyat, ishonch, mustaqil fikrlash rivojlanadi. Liberal muloqot uslubi. Bu oilalarda ota-ona farzandlariga deyarli cheklov qo'ymaydi. Muhokamalar bo'ladi, nazorat yetarli emas, natijada farzandlarga intizom suzlashadi. Ortiqcha erkinlik sababli noto'g'ri qarorlar qabul qilinib qolishi mumkin bo'ladi. Manipulyativ muloqot uslubi. Bu uslubda ota-ona farzand o'z maqsadiga erishish uchun his-tuyg'ular, xafa bo'lish, bosim o'tkazish kabi usullardan foydalanadi. Bunday muloqot sog'lom emas va oila a'zolari o'rtasida ishonchsizlik paydo bo'lishiga olib keladi. Ochiq, samimiy muloqot, ideal muloqot uslubi hisoblanadi. Oila a'zolari bir-birini diqqat bilan tinglaydi, hurmat qilishadi bir-birini, fikrlar hurmat qilinadi, muammolar esa tinch yo'l bilan hal qilinadi. Ochiq muloqot, oilaviy barqarorlik, mehr-muhabbat, o'zaro ishonchni mustahkamlaydigan samimiy muloqot hisoblanar ekan. Xo'p, ota-onalarning muloqotdagi roli nimada deb o'ylaysiz? Ota-ona muloqot uslubining asosiy ko'rinishi bolalar ota-onaning gaplashish ohangi, so'zlari, muomala madaniyatidan ibrat oladilar. Agar ota-ona o'zaro hurmat, mehr asosida qilsa, bolalar ham shunday uslubni muloqotni o'zlashtiradilar. Xo'p, shuning bilan darsimizni tugallaymiz. Xayr, sog' bo'linglar.